bilir, yemcimdani adam acamdır. Til vasıtayı rabıtayı aleme yavdır. Va ota-onalar hamda o'quvchilar, bugungi O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti Komiljon Otaniyozov 108 yilligiga bag'ishlangan Ustozni eslab deb nomlangan konsert dasturimizga xush kelibsiz. Konsert dasturini ochib berish uchun so'z Urganch tuman 18-son bolalar musiqa va san'at maktabi direktori Salayev Maqsudbek Boynazarovichga. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum aziz ustozlar, mehmonlar, o'quvchilar. Bugun chiroyli bir tadbirga guvoh bo'lib turibmiz. Bu ham bo'lsa butun san'at ahlini ustozi piri kamoli desak bo'ladi. Xorazmni faxri, hammamiz biladigan inson, hozir yuqorida aytib o'tgandek, O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti Komiljon Otaniyozov ustozni eslab kechada uyushtirganlar yine büyük Xudo xolasa shu dünya nasib qilib o'tib turib salomatlik, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Shuni yaxshi tadbirlarni qilish hammamizga birgalikda nasib qilaversin. Rahmat. O'qituvchilar ansambl ijrosida Guldasta Komiljon Otaniyozov musiqasi.
Judalık hasreti yadına düştü. Judalık hasreti yadına düştü. Sensiz ötken ömrü caniye neyleyin. Gürcistan'a karar vakti yetişti. Cesed içre hasta caniye neyleyin. Sensiz ötken ömrü caniye neyleyin. Sensiz bunda oynamam, gülmenem. Kırmızı küylek giyip yakalanmam. Cıgalarım saçı büyden çıkmanam. Tacı devlet hanım aliye neyleyin. Cıgalarım saçı büyden çıkmanam. Tacı devlet hanım aliye neyleyin. Sensiz karanlıdır yattı cihanım. Fırakında yanar tenemli cihanım. Tireyligin sensen uyuyanım. Sensiz ötken ömrü caniye neyleyin. Tireyligin sensen uyuyanım. Sensiz ötken ömrü caniye neyleyin. Sensiz ötken ömrü caniye neyleyin.
Türkmeniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti Komiljon Otanyozov 108 yilligiga bag'ishlangan Ustozni eslab deb nomlangan konsert dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.